ustozing bloger bo'lsa ham yomon ekanda. Mana hozir bizda klubimiz bor. Sertifitsirованный программист O'zbekistonda, Certified Developers of Uzbekistan. O'zbekchasiga bilmayman nima bo'ladi. Sertifikat qanday bo'ladi o'zbekchasiga? Sertifikatga ega o'zbek dasturchilar. Shunaqa klubimiz bor. Biz endi oldin ko'p yig'ilardik, hozir yig'ilmay qo'ydik. 17 kishimizmi, adashmasam gruppada. Men bilan birga 16 ekanmiz ham. Bu eng ishongan, men yaxshi ko'rgan dasturchilarim bor bu yerda. Hamma ham qo'shilmaydi. Shu praktikalardan yaxshi o'tib, yaxshi ishlashni biladigan, любой programma bersa qilib bo'ladigan shunaqa nimalarimiz bor. Nima desam, dasturchilarimiz bor. Qaror qildik, har bir 2 oygami, 3 oygami bir yig'ilib turaylik. Mana shunaqa bir dasturxon ustida choyxona. Oldin ovqat yeb bo'ldik. Qorin to'ydi. Brekdan savol gurunglashdik ham, o'sha gap ham qolmadi. Lekin sizlar uchun ham bir отчет deydi-yu, bironasi gapiraylik. Masalan, dasturlash sizga nima berdi desam nima deysiz? Unda qilamiz, kelinglar. Ism familiyangizni aytasizda, keyin boshlaysiz. To'ychiyev Abdulla, dasturchiman. Dasturlash menga ko'p narsa berdi. Yangi bilimlar, dunyoni boshqacha ko'z bilan ko'radigan bo'ldim. Hozir hamma narsasi yaxshi joyida. Yana nima desam? Nima ish qilyapsiz hozir? Hozircha Kodikam o'quv akademiyasida dasturchi bo'lib ishlayapman. Dasturchi bo'lmi, o'qituvchi? Dasturchi bo'lib. Dasturchi bo'lib. O'qituvchilik ham qilasizmi yo? Yo'q, faqat dasturchi bo'lib ishlayman. 4 ta 5 ta proyektlari bor. Proyektlarida backend dasturchi bo'lib ishlayman. Backend dasturchi. O'zi oldindan ham backend yaxshi ko'radi. Backend dasturchi. Demak, sizga dasturlash nima berdi? Men yaqinroq boraman, mikrofonimiz yo'q hozir. Dasturlash o'ylashni o'rgatdi. Asosiysi shu. Hozir ishlab yuribmiz shu sohada yaxshi ancha. Siz qayerga ish kirdingiz hozir? EPA firmasiga ishlayman. Frontend dasturchi. EPA. Men Apple deb o'ylayman. Apple emas, hali unga bor. Nima ishlar qilyapsiz hozir? Hozir asosiy frontend qismida ishlayapman. Internet magazin loyihasida. O'zining ichki loyihalari bor. O'zi frontend yoqarmidi oldin, backend? Front. Oldindan shunaqa. O'zingizni nimangiz bo'yicha ketgan? Tilim frontda chiqqan. Lekin backend ham biladi. Hamma full stack bizlarda. Nima uchun masalan bittasini tanladingiz, bironasi beryaptimi backendni bilishingiz, frontda ham yordam beryaptimi? Yordam beradi. Backend bilan integratsiya qilish jarayonlarida har xil savollarni g'alati savollar paydo bo'lmaydi-da. Yaxshi. Endi menga yaqinroq turibsiz. Bu bolani hamma ko'rib, joniga ham tegib ketgan bu bola. Har bitta videomizda chiqadi. Sababi bor. Salom. Sababini aytaman. Bu boshqalardan ko'proq yaxshi ko'rar ekan demanglar. Gap shundaki, aktivda biron joyga chaqirsa keladi. Asrakod prezentatsiyasiga ham keluvdingiz, bolalarga motivatsiya berib gapiruvdingiz. Oldinga ko'rsatib olgan paytda ham keldingiz. Bizda hamma har xil joydan keyin Toshkentligingiz ham bir plyusda yaqin kelaverasiz. Ba'zida eshikni yopib qo'ysak ham kelaveradi. Ben universitetga ham borgan edim. Universitet. Qaysi edi? Fizikda edi. Sergeli degan. Shunaqa borgan edim, aylanib o'qishim. Xo'p, sizga dasturlash nima berdi? Ну, yangi soha, ya'ni qiziq soha, hobbi. Nima aytish mumkin? O'zingiz dasturchi bo'lib ishlayapsizmi hozir yo'qmi? Ha, ishlayapman. Dasturchi bo'lib ishlayapsiz. Kompaniyadanmi? Startup loyiha. Anladim. Yerda dasturlashdan tashqari boshqa funksiya ham bor. Moliya qismiga javob beraman, lekin dasturni ham hozir yozyapman. Moliya qismiga degani putkasi deganimi yo? Yo'q, moliyani boshqarish. Boshqarish. Pul qayerga ketyapti? Pul potoki. Sardoim aytasiz-ku, siz ikkalamiz bir-birimizga o'xshaymiz. Men eng yaxshi ko'rgan nimam bo'lsa, pul sanash. Bilasizmi, ayollardan farqimiz nimada? Ayollar faqat qo'ldagi pul sanashni yaxshi ko'radi. Biz esa yo'q, hali keladigan pulda ham sanayveramizda, Excel ochib olib. Shunaqa. Nu oldin qilgan programma ishlatyapmiz, finansga Excel emas. O'zlaringiz yaratgansizlar. Shunaqa. Nima zakaz olib turasiz, ko'pincha men bilaman. Zakaz ko'p olganman. Hozir yangi funksional qo'shtirish bo'yicha deyarli har oy 1-2 ta mijoz chiqadi. Bu qo'shimcha daromad. Zo'r. Demak, o'zingiz ishlayotgan joyingiz bor. Startup o'zingizmi? Yo'q. O'rtog'imniki, do'lam bor. Shu o'zingizniki. Demak, startupdan do'langiz bor. Pul ham keladimi?
ayni vaqtda yo'q. Yaqin 1-2 yil ichida reja bor. Loyihani bir necha million dollarlik qilib sotish. Yashash nimadan bo'lyapti mana bu? Oylik bor, Ha, oylik qo'shimcha bor. daromad bor. Oylik Ya'ni bor. startapimda oylik bor, по-любому. Va qo'shimcha oldin qilgan ishlarimdan qo'shimcha nima deydi? Levak deymiz, ruschasiga. Shunaqa. Zo'r gap yo'q, rahmat. Siz bilan gaplashaylik endi. Mana kameraga Mani tushirmaydi. Kamrondan so'rang. Mayli. Kameradan qo'rqish. Assalomu alaykum avvalambor. Ismim Kamron, familiyam Burxonov. Akmal Kadirovni yaxshi ko'rgan shogirdlardan bittasiman. Rahmat. Menga dasturlash nima berdi? Mana shunaqa oila berdi. Akmal Kadirov bilan tanishtirdi. Yaxshi loyihalar qilishni o'rgatdi. Algoritm tuzishni o'rgatdi. Yuqori lavozimlarda, yuqori yaxshi ofisda o'tirib ishlashga imkon berdi. Yana nima deyishimiz mumkin? Mana kollektivimizda hammada yaxshi loyihalar bor, ma'lumot almashamiz, networkingimiz bor. O'shalarni o'rgatdi. Ko'pchilik dasturchilarni ko'raman, bitta uyga qamalib oladi, o'tiradi. Bizda unaqa emas. Biz yig'ilamiz. Biz mana shunaqa yig'ilishlarni tashkil qilib, ma'lumot almashib, yana yangi loyihalar yaratamiz. Yana nima deyishimiz mumkin? Startup ham qilyapsiz? Startup ham qilyapman. Xudo xolasa, productionga qo'ysak, startupni ham chiqaramiz. Bu haqda ayta olasizmi yo sirmi? Yo'q, hozircha sir bo'lib qolsin. Mayli. Chunki menga Productionda qo'yamiz birdan. productionda bo'ldi, reklamasini o'zim qilib beraman, chiqaraman. Bir intervyuga chaqiramiz sizni. Xo'p. Proyekt tugagandan keyin sizni ham startapingiz nasib bo'lsa agar tugasa agar bemalol aytasiz. Bir intervyu olamizda, intervyuda o'sha produktingizni yaxshilab gapirib berasiz. Shunaqa ish qilib, mana shunday kichkina davrada, hamma ham yetib kelgani yo'q. Hozircha. Agar muntazam qiladigan bo'lsak, nasib ko'payadi. Sizlarga xayr, biz esa yana davom etamiz gurungda. O'zaro o'sha kameralarsiz.